Musofirlik boshimizda, mazza yo'qdir oshimizda, eng gullagan yoshimizda, musofirda yuribmizda. Ajoyib she'r, to'g'ri emasmi? Musofirlik haqida she'r bilan boshladim. Bir ikkita do'stlarimiz musofirlik haqida ham gapirib o'ting debdi. Musofirda hech qachon ishdan, puldan, yeb ichishdan inson qiynalmaydi-da. Faqat o'sha sog'inch degan azob insonni ichini yemirar ekan. Shu o'rinda yana bir narsa achchiq bo'lsa ham aytaman. Yaqin og'ayningiz bilan, do'stlaringiz bilan bet ko'rmas bo'lib ketishni xohlamasangiz, musofirlikka birga kelmangizlar. Ey Xudo, o'zingdan so'rayman shuni, do'stdan xabar keldi o'tgan qay kuni, o'zga yurtda yurganmish bilmabman buni, musofirda yurganlarni o'zing asragin.